Bir xondan shikoyati nomard qizlar borasidan va nomard do'stlar borasidan farmosh bergan aziz ilog'amiz Viloyat Taxor Nusoli Xo'jayg'or Qariya Hazorbog'dan Masjid Rais Malikdan farmosh bergan yosh javon shoirimiz shoir Abdulhalimjonda o'z farmoshlariga taqdim bo'ladi va shoir Abdulhalimjon nomard qizlardan va nomard do'stlardan she'rga shikoyat qiladi. Shoir Abdulhalimjonda o'zini bitgan she'rlari bilan o'z farmoshiga taqdim bo'ladi. Shoir Navidjon Balqin hamkorliklari bilan eshitib sog' bo'ling, sog'likda yashab yuring do'stlar. Shikoyatini qilib bitar bo'ldim bir doston, nomard qiz nomard do'stga yo'q ekan hech vijdon, men shularni qo'lidan qilaman nohu fig'on. Yaxshilik qilganlaring nomard